Hammaga salom. Agar siz iPhone ishlatadigan bo'lsangiz, sizga kerak bo'ladigan bugun 3 ta ilovani eng keraklilarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni kurtoy fishkalar bor va kundalik hayotda kerak bo'ladigan ilovalar. Shuning uchun videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring va bitta like va bitta obuna tugmasini bosib qo'ying. Xo'sh, birinchi ilovamiz do'stlar Point and Time. Bu ilova ham sizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Undan oldin men budillik ilovasini ko'rsataman. iPhone'da bitta funksiya yo'q. Misol uchun siz budillik qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha budilligingizga qancha qolganini siz ko'ra olmaysiz. Misol uchun Android smartfonlarda mana shu funksiya bor. Ertalab soat 5 ta qo'yadigan bo'lsangiz budilligingizni 8 soat qoldi, 10 soat qoldi deb chiqarib beradi. iPhone'da esa bu funksiya yo'q. Lekin mana shu ilovani yuklasangiz bu funksiya bor. Shu ilovaga kiramiz. Misol uchun 12-aprel bo'lsa 13 ni bosamiz, razрешить qilamiz. Soatini belgilab olamiz. Misol uchun 5 deylik, 5:30. Bo'ldi, mana ketdi. Mumkin 8 soat 6 minut qoldi. Ya'ni ertalabki 5:30gacha 13-aprel 2025-yil. Mana shunaqa zo'r funksiyasi bor. Keyin bu ekran damoyida ham chiqib turadi. 8 soat 6 minut degani. Ya'ni o'sha vaqtgacha. Bu juda ham zo'r fishka. O'sha budillik vaqtini bilishingiz mumkin yoki biron nimani belgilab qo'yishingiz mumkin. O'shanaqa vaziyatlarda sizga kerak bo'lib qoladi. Mana qilib sibros beraversangiz ham bo'ladi. Ikkinchi ilovamiz, bu ham sizni emas, boshqalarni ham yo sizni hayron qoldirishi mumkin. The Parallax degan ilova. Описаниеda yozib qoldiraman, o'qiy olmayapman. Bu ilovaga kirasiz va mana bunaqa o'girib olasiz. Va Got etni bosamiz. Bu nima qilib berasiz? Ya'ni siz 3D illyuziya ko'rishingiz mumkin. Misol uchun siz 3D illyuziyani mana shu telefoningizda ko'rishingiz mumkin. Ustiga bitta bosasiz, mana bu nastroyga tugmasi ustiga. Mana buni ikkinchiga qo'ydik. Misol uchun mana bunaqa 3D illyuziya bor. Zo'r do'stlar. Keyingisi mana bu. Misol uchun ichki sxemalar ko'rsatganda 3D illyuziya. Yoki bunisiga qo'yib ko'ramiz. Qo'l turgandek bo'ladi. Ya'ni haqiqiy qo'l ushlab turgandek bo'ladi. Yoki mana bu. Yokida mana bu. Bu ham 3D illyuziya. Kerak bo'lib qolishi mumkin. Misol uchun kimdir hayron qoldirmoqchi bo'lsangiz, bu ham bir kurtoy fishkalardan biri, ya'ni kurtoy ilovalardan biri. Uchinchi ilova ham sizga kerak bo'ladi, ayniqsa misol uchun ba'zi bir insonlar bor, ya'ni smartfonni, iPhone'ni teginishiga yo'l qo'ymaydi. Zaryadkaga qo'yib ketgan payti yoki shunaqa oddiy qo'yib ketgan paytlari kimdir teginsa ham signal chaladigan ilova bu. Misol uchun ilovaga kira olamiz. Ilovamizning nomi Anti-Thief deb nomlanadi. Продолжить deb bosamiz. Kod parol qo'yib olasiz. Xohlagan kod parolingizni. Misol uchun 4 ta 0 qo'ydim. Понятно bosamiz. Разрешить deb bosamiz. Yana разрешить deb bosamiz. Движениyaga siz faqat ega bo'lasiz. Misol uchun pitaniya turgan payt, karmanda naushnik turgan paytda siz buni sotib olishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun men движенияni bosdim. Siz bosasiz движенияni. Va hozir bu bo'ldi. Agar teginadigan bo'lsangiz, signal chalib ketadi. Hozir ko'ring. Kod termaguncha, misol uchun bironta begona insonlar telefoningizni tegirib ko'raman deganda, mana shunaqa signal chalaveradi. Mana shuni ham bilishingiz mumkin. Qayerga tashlab ketgan paytingiz agar. Shu ham bir tur ilovalardan biri. Mana shu движенияni ustiga bosasiz. Buni ustiga bosasiz. Bo'ldi. Telefoningizni boshqatdan ko'rsataman. Buni ustiga bosasiz. Va mana telefon shunaqa tashib ketsangiz, kimdir oladi. Olgan payti mana shunaqa signalizatsiya berib qoladi. Bu ham zo'r ilovalardan biri. Sizga aniq kerak bo'ladi. Bu texno tahlilida. Agar video yoqqan bo'lsa, yana bir bor like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini kommentariyada yozib keting. Xudo xolasa, bundan ham zo'r ilovalarimiz, fishkalarimiz bor. Agar kommentariyada yozib ketaversanglar, poddershkada bo'lsanglar, yana videolar chiqarsa davom etaveraman.